Tilbahtabı aramı hallet. Hürmetlik Teofilos canapları, sizge ma'lum ki, nurg'un kishilar Hazreti Aysa'nın aramızda qilgan ishlarini xotirlashga kirishgan edi. Ular xotirlashda bu ishlarni boshdan oxir o'z ko'zi bilan ko'rib, xushxabar taqatganlarning bayonlarini asos qilgan. Men bularning hammasini boshdan tafsiliy tekshirib, aniqlab chiqqanligim uchun bularni tartibi bo'yicha yezib, sizga ma'lum qilishni loyiq topdim. Buningdan maqsad sizga Hazreti Ayso haqida anılgan ta'limlarning ishonchliligini bildirishdir. Herod podshoh Yahudiylar rayonlarida hukmronligini yurgizayotgan chog'larda Zakariya ismli bir ruhoniy o'tgan edi. U ilgiriki ruhoniy obiya to'pig'i tava bo'lib, o'z navbati kelganda Yerusalimdagi markaziy ibodatxonada ishlatdi. Uning ayoli Elizabetmi tunji bosh ruhoniy Harunning avlodlaridan edi. Ular ikkilisi Xudoning nazarida durust kishilardan bo'lib, Xudoning butun amr farmonlariga qattiq amal qiladi. Ammo ular farzand ko'rmagan edi. Chunki Elizabet tug'mas edi. Uning ustiga ikkilisi yoshinib qolgan edi. Bir kuni Zakariya va uning qismidagi ruhoniylar markaziy ibodatxonada navbati bo'yicha ruhoniylik vazifasini ado qilib o'tadi. Ular har kuni odati bo'yicha ibodatxonning muqaddas joyiga kirib, Xudoning huzurida isiriq silishga bir ruhoniy tanlash uchun chak tashlaydi. U kuni chak Zakariyaga chiqdi. U muqaddas joyiga kirib, isiriq silayotganda ibodatga kelgan jamoat tashqarida duo qilishyapti. Tuyuqsiz Xudonning o'ng tarafida Zakariyaga Xudo avatgan bir farishta ko'rindi. Zakariya qo'rquvdan g'o'diqib ketdi. Biroq farishta uningga: "Ey Zakariya, qo'rqmag'in. Xudo duoyingni qabul qildi. Ayoling Elizabet sana bir o'g'il tug'ib berdi. Uning ismini Yahyo qo'ygin. U sana xushal xuramliq elib keldi. Uning dunyoga kelishi bilan nurg'un kishilar xursand bo'lishidi. U Xudoning nazarida ulug' bo'ladi. Aroq sharob ichmaydi. U onasining qo'sqidagi vaqtdan tortibla Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mgan bo'ladi. U nurg'un Isroillarni Rabbimiz Xudoning yo'liga qaytirdi. U Xudo tarafidan xuddi İlyas payg'ambarga ato qilingandek ruh va kuch-qudratga to'lgan holda o'zidan keyin kelgan qutqizuvchidan avval avatilib, oti bilan bolaning munosabatini yengivashdan inoqlashtirib, Xudoga bo'ysunmaydiganlarni odillarning oqilona yo'llariga qaytirib, xalqni Rabbining xizmatini qilishga tayyor qildi dedi. Men qerib qoldim. Ayolimning yeshimi bir yerga berib qolgan tutsa, bundaq bo'lishi mumkinmi? Men uni nimidan bilalayman? deb so'radi Zakariya farishtadan. Farishta: "Men Xudoning huzuridagi Jabroil bo'laman. Meni Xudo sana bu xush xabarni yetkazishga avatdi. Vaqt soati kelganda so'zlarim cho'qim amalga oshirildi. Biroq buningga ishonmaganliging uchun tiling tutildi. Bola tug'ilmog'icha zuvonga kelmaysan" debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu chaqda Zakariyani kutib turganlar
uning muqaddas joyda nima uchun buncha vala kechikkanligini tushunmay hayron bo'lishdi. Ko'pchilik uning muqaddas joydan chiqib gap qila olmay, qo'llari orqali ishorat qilib maqsadni bildirganligidan uning muqaddas joyda biror g'oyibona alomatni ko'rganligini tushundi. Zakariya ibodatxonadagi navbatchilik muddati to'shishi bilanla uyiga qaytdi. Darvaqa uzun o'tmay uning ayoli Elizabet homildor bo'lib 5 oygacha talotuzga chiqmadi. U endi Rabbim menga yaxshilik qilib, meni xaloyiq oldida nomusdan qutqizdi, dedi. Elizabet homildor bo'lib 6 oy bo'lganda Xudo farishta Jabroilni Jaliya o'lkasidagi Nosira degan shaharga Maryam ismli bir qizning qishig'i avatdi. Maryam bilan Davud podshoning avlodidan bo'lgan Yusufning cheyi ishkizilgan edi. Jabroil Maryamning oldiga berib, "Salam sana. Ey Xudoning shafqatiga muyassar bo'lgan qiz, Rabbim sana yordir," dedi. Buningdan bak tamtarab ketgan Maryam bu so'zlarning ma'nosi nimadir deb o'yladi. Jabroil uningga, "Ey Maryam, qo'rqmag'in. Sen Xudoning shafqatiga erishding. Homildor bo'lib bir o'g'il tug'san. İsmini Ayso qo'yg'in. U ulug' bo'ladi. Ulug' Xudo uni o'g'lim deb ataydi. Parvardigor Xudo uni ajdodiy podsho Davudning taxtiga o'tirg'izdi. U Yoqubning jamiyati bo'lgan Isroillarning mangu podshoyi bo'ladi. Uning podshohligi cheksizdir," dedi. "Men texi qiz tutsam, bu qandoqmi mumkin bo'lsin?" deb so'radi Maryam farishtadan. "Xudoning muqaddas ruhi sening vujudingga tushdi. Ulug' Xudoning kuch-qudrati sana soya bo'lib yiqilishdi. Shunga sendan tug'ilgan muqaddas farzand Xudoning o'g'li deb atiladi." Buning Elizabetga qara. Kishilar uni tug'mas deydi. U hozir shuncha yoshinib qolgan bo'lsa-mu, uning o'g'ilga qo'sa ko'tiginiga 6 oy bo'lib qoldi. Chunki Xudo qilolmaydigan hech qanday ish yo'q, dedi Jabroil. "Men Xudoning xizmatiga tayyorman, deganingizdek bo'lsin," dedi Maryam. Shuning bilan Jabroil uning yenidan